Bu muolajani 3 kun davomida qilsanglar, sifatli qilsanglar, 3 kun ichida qutulasizlar. Bu kasallik sizlarni tark etadi. Giperemiya holati kelyapti. Qiziydi, qizigandan keyin yaxshi qonlanadi. Yotish kerak. Undan keyin обязательно yotsa, yaxshi bo'ldim, yaxshi his qildim, yana ko'chaga chiqib ketsa foydasi yo'q. Assalomu alaykum. Ko'pchilik shu fasllarda bronxit kasalligi chalinib juda ham qiynalishyapti. Men uy sharoitida buni ham ko'rsatib o'taman. Bu ham er-xotinlar orasida. Turmush o'rtog'inglar kasal bo'lib yo'talyapti. Birinchi yordam berish eng samarali usullardan. Yog' olib turib, issiq yog' olasizlar. Qo'lingizga surib turib, ozgina tavada qizdirib turib, yog'i surkab, hozir biz modelimizni ko'rsatamiz. Marhamat. Turmush o'rtog'inglar yotibdi. Ko'krak qismi tepasida dekolte. O'sha joyi yaxshilab uqalashib boshlaysiz. Maqsad qonni yaxshi aylantirish. Qonni yaxshi aylantirganda g'aliz moddalar, mog'uz moddalar eriydi, tarqalishni boshlaydi. Ketdik. Qizdirib oldik yaxshilab. Qizdirib olgandan keyin endi asosiy usul bu perkussiya usuli. Qo'linglarni ushtim qo'ldinglar. Bunaqa emas. Hozir sal yassirroq bo'lsin. Boshlaysiz. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, 5, 6 va hokazo. Qovurg'alarning orasi. Musht bilan tananing orasidagi masofa uzog'i 10 cm. Og'riqli ham bo'lmasin. Juda ham slabый, ya'niki kuchsiz ham bo'lmasin. Sezilishi ichkariga xuddi boks urgandagi ichki to'qimani vibratsiya holatiga keltirish kerak. Bu holatda orqaga ham qilish kerak, chunki orqa spinoy mozg o'tgan, ya'ni orqa miya nervlari ta'minlanishi kerak. Qon aylanishi yuqori ko'krak qafasi va pastki ko'krak qafasiga bu qon aylanishi yaxshilanishi kerak. Shuning uchun buni ham hozir yog'laymiz, issiq yog'i suramiz. Qizdirishni boshlaymiz. Mana giperemiya holati kelyapti. Qiziydi, qizigandan keyin yaxshi qon aylanadi. Bu teri ostida kapillarlar yaxshi qon aylanishi kerak. Qizdirib olganingizdan keyin yaxshilab xuddi boyagi usulda orqa tomonlama qilinadi. Bu usullardan keyin turmush o'rtog'inglarni qizdirish uchun yaxshilab pertsovый plastir обычный, pertsov o'sha garmdori plastir qilib yopishtirib qo'yishlar bo'ladi. Oldi tomondan ham, orqa tomondan ham qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, горчичный bor, горчичный qilib dimlasanglar ham bo'ladi. Issiq edi, u 10 minut, 20 minut uzoq childalinadi, u sal ko'proq qizdiradi, kuydirib yuborishi mumkin. Pertsovый plastir yaxshi yordam beradi. Garmdorli. Aptekalarda sotadi. Yopishtirasizlar, issiqroq kiyim qilasizlar, bo'ldi. Yotish kerak undan keyin. Обязательно yotsa, yotgan holatda juda ham yaxshi effekt beradi. Yaxshi bo'ldim, yaxshi his qildim, yana ko'chaga chiqib ketsa foydasi yo'q. Muolajani orasida o'sha balg'am mog'uz moddasi ko'chadi. Ko'chganda teriga shimilib, CD orqali yo terlash orqali chiqib ketadi. Bu muolajani 3 kun davomida qilsanglar, sifatli qilsanglar, 3 kun ichida qutulasizlar. Bu kasallik sizlarni tark etadi. Chunki bu yerda qon aylanishi yaxshilanadi, обмен веществ, ya'ni to'qimalar aro histologiya bo'yicha yaxshi shimirib so'riladi, kasallik ketadi. Juda ham effektivniy. Sog' bo'linglar.